Uchun ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar institutini ilmiy xodimi, navoiyshunos olim, yoshlar ichida eng zo'ri men bilgan yoshlar ichida shoir, yozuvchi Akrom Malik. Xush kelibsiz. Chunki nima, qaysi ne'matsiz bu Hazrat Navoiyga bo'lgan muhabbat bu ne'mat dedilar. Vafotlaridan keyin u kishiga bo'lgan taqlidlar, ergashishlar. Biz adabiyot va adabiyotshunoslik sohasida Hazrat Navoiyga ergashgan biror bir insonni xor bo'lgani hech hali ko'rgani yo'q. Tamom bo'ldi kitob. O'rtada turgan Turk supplement Turk 746 degani buni saqlanish raqami. Ko'knigan jumdan mukallal atlasin qilsang duvoch. Ta gadoyingdur Navoiy tahtila toj istamas. Tilarman bir yolu buzmak, üzülgen rüzgarını. Hayatımda da sidin sar, garan melas ve saki. Ey Navoiy, qil meni azadur tab yo'q bag'rimni. insonni hurmatini joyiga qo'yibgina, uni o'rganibgina shakllanamiz. Bo'lmasa qilgan ishlarimiz hammasi behuda.